Alaykum assalom, hurmatli mijoz. Sizga Xalq banki tomonidan hamkor krediti xotin-qizlar uchun kreditimizni tavsiya qilaman. Tadbirkorlik faoliyati uchun yuridik shaxs maqomiga ega va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyekti bo'lishi kerak. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga, tadbirkorlikning tashabbuskorlarini amalga oshirish uchun ajratilgan kreditimiz. Kreditimizni olish talablari: mijozning asosiy hisob raqami Xalq bankida bo'lishi kerak. Ijobiy kredit tarixiga ega bo'lishingiz kerak. Joriy muddat o'tgan kredit foiz qarzdorliklaringiz va mavjud bo'lmasligi kerak. Kredit oluvchining ta'sischi, rahbari ham ta'sischisi 6 oyda o'zgarmagan bo'lishi kerak. Majburiy ijro byurosidan ham qarzdorliklaringiz mavjud bo'lmasligi kerak. Kreditning summasi kamida 2 ta yangi ish o'rni yaratish uchun bitta loyihaga bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravargacha beriladi. Kamida 5 ta yangi ish o'rni yaratish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravargacha ajratiladi. Kreditimizni muddatlari 84 oygacha olishingiz mumkin. Aylama mablag'ini to'ldirish uchun 24 oygacha beriladi. Imtiyoz davrimiz 24 oygacha, aylama mablag'ini to'ldirish uchun esa 6 oygacha imtiyoz davri bilan. Asosiy vositani sotib olishingiz uchun 20%, aylama mablag'ini to'ldirish uchun 21% dan kredit mablag'larimizni ajratamiz.